har bir kishi xohlaydigan narsa haqida. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Siz bahslarni to'xtatuvchi, yaxshi kayfiyat yaratuvchi, boshqalarni sizni diqqat bilan eshitishga majbur qilguvchi sehrli gap egasi bo'lishni xohlaysizmi? Marhamat, men sizga hissiyot va ishlaringiz uchun hech ham ta'na qilayotganim yo'q. Sizning joyingizda men bo'lsam, men ham shunday yo'l tutgan bo'lar edim, degan so'zning o'zi. Sababi, har bir odam o'z xohish istaklari mahsulidir. Agar odam sababsiz, g'azabchan, fikr o'ylovsiz bo'lsa, bu unga qiyinroq ta'na qilish kerak ekan degani emas. U bechorani ham tushuning. Unga yaxshi fikrlar aytib, hamdardlik bildirishga o'rganing. Tushunmadingizmi? Davomini tinglang. Jon Goff oyog'ida bazor turguvchi mastni ko'rib shunday degan edi: Xudo menga rahim qilganki, aks holda uning o'rnida bo'lishim mumkin edi-ya. Mr. Yurok AQShning birinchi entrepreneri. U Shlyapin, Isadora Duncan, Anna Pavlova kabi yulduzlarning antrepreneri bo'lib ishlagan edi. U yulduzlar bilan ishlab shunga amin bo'ldiki, ularga xarakterlari qirralarga har doim ham hamdardlik bildirib turish lozim ekan. U 3 yo'l Shlyapin bilan har safar juda qiyin edi deydi. Masalan, uning konsert bo'lishi kerak bo'lgan kuni tushlik payti telefon qilib, unga "Yurok, men kasalman. Tomog'im qiymalangan shenselga o'xshaydi. Bu oqshom kuylay olmasam kerak." Yurok esa u bilan bahslashib ham o'tirmaydi va uning huzuriga yo'l oladi. Uning huzuriga bir olam hamdardlik so'zlari bilan kiradi. "Qanday achinarli, mening bechora do'stim. Albatta siz kuylay olmaysiz. Men hozir borib kontraktni buzib kelaman. Albatta bu bizga 2-3 ming dollarga tushadi. Lekin bu sizning obro'yingiz oldida hech gap emas." Shalpin chuqur nafas olib, "Balki siz keyinroq kirib o'tarsiz, soat 5larda kiring, ko'ramiz. Ahvolim o'zgarib qolishi mumkin." Xuddi shu sahna soat 5da takrorlanib, Yurokning 7:30da xabar olishi lozimligi bilan tugaydi. Soat 7:30da Shalpin bir shart bilan rozi bo'ladi. Yurok sahnaga chiqib, Shalpin shamollaganini aytadi. Albatta, Yurok uni sahnaga chiqarish uchun yolg'ondan va'da beradi. Odamzod har doim hamdardlik bildirishlariga kuchli moyillik sezadi. Bolakay biron joyini yarasini ko'rsatib, kuchli hamdardlik uyg'otishga harakat qiladi. Kattalar ham xuddi shu maqsadda o'zlarining kasalliklari, baxtsiz tasodiflarni aytadilar. Artur Geyte har bir kishi o'zining haqiqiy yoki o'ylab chiqargan g'amlariga boshqa kishilarning achinishini, hamdardlik bildirishini xohlaydi. Siz odamlarning o'z nuqtai nazaringizga burib olmoqchi bo'lsangiz, navbatdagi qoidaga amal qiling. Boshqalarning fikr va xohishlariga hamdardlik ko'rsating. Bu narsani radio qiladi, kino qiladi. Nima uchun siz qilmaysiz? Diqqat qiling. Bir necha yil oldin Philadelphia Evening Bulletin tuhmatli mish-mish obyekti bo'lib qoldi. Bu gazetada yangilik ham reklama juda ko'p deb ayb qo'yilgan edi. Shunday qilindiki, barcha mish-mishlar yo'qolib ketdi. Bunga shunday erishilgan edi. Gazeta nomeridan noreklamaviy maqolalar olinib, to'planib, kitob shaklida bosib chiqarildi. U bir kun deb nomlanar va 301 betdan iborat edi. Odatda bu hajmdagi kitob 2 dollar turar. Bu kitobdagi ma'lumotlar 2 sentlik gazetadan olingan edi. Bu kitobni chiqarish bilan gazetada qiziqarli maqolalar ko'pligi yana bir marta isbotlandi. Bu kitob o'zini qiziqligi, diqqatni tortuvchanligi bilan shu voqeani bosti qilib yubordi. Siz o'z biznesingizda qiziqarli sahnalar qo'yishni bilishingiz lozim. Savdo qilish tirik, harakatchan, qiziqarli va dramatik bo'lishi lozim. Siz instsenirovkalardan foydalaning. Siz ham odamlar diqqatini tortish uchun shuni qilishni o'rganing. O'z fikringizni ko'rgazmali qilib bering. Ularni tushunib olish va farqlash oson bo'lsin. Qachonki hech narsa ta'sir qilmasa,
Mana bu narsani qo'llab ko'ring. Charli Schwabning qo'l ostida bir sex boshlig'i ishlar, uning sexi normani bajarmas edi. Qanday qilib sizdek qobiliyatli odam norma bajarilishiga erisha olmayapsiz, deb so'radi Schwab. Bilmadim, ishchilarni maqtab, urib, so'kib, qo'rqitib ko'rdim, bari befoyda. Schwab smena almashishiga yaqin qolgan payt sexga bordi. Birinchi uchragan ishchidan bugun qancha mahsulot chiqarding, deb so'radi. 6 ta javobini olgan Schwab bor bilan, ya'ni mel bilan polga katta qilib oltini yozib chiqib ketdi. Kechki smena ishchilari bu nimani bildirishni so'raganlarida kunduzgi smenadagilar bugun boss kelgandi, qancha mahsulot chiqarganimizni so'rab, shuni yozib ketdi, deyishdi. Ertasiga Schwab sexga kirsa 6 raqamini kechki smena 7 ga almashtirib ketibdi. Kunduzgi smena kelib 7 ni ko'rib, nima, kechki smena bizdan yaxshiroqmi, deb o'ylab ishni boshladilar va smena oxirida polda 10 sonini yozib ketdilar. Xullas, shu xilda ketib, bu sex eng ilg'or sex bo'lib qoldi. Buni Schwab shunday tushuntiradi. Odamlarni biron ishni bajarishga undash uchun musobaqa ruhini yaratish kerak. Musobaqa ko'p foyda olish uchun emas, o'zining ustunligini isbotlash ishtiyoqida bo'lishi lozim. Ustunligini isbotlash ishtiyoqi uchun chaqiriq tashlanadi. Omadli odam o'yinni yaxshi ko'radi. O'yin bu odamning nimaga qodirligini ko'rsatadi. Yutishga imkon yaratadi. Boshqa odamdan o'tish, undan ustun ekanligini isbotlash har bir odamga xos xususiyat. Lekin aybsiz insonning o'zi yo'q. Shunga qaramasdan, kishiga qilingan xatosini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, shunday qilib boshlang. Kelvin kollej prezidentlik paytida mening bir do'stimni Oq uyga Hekendga taklif qilishibdi. U prezident kabineti yonidan o'tayotgan payt prezidentning o'z sekretarkalaridan biriga shunday deyotganini eshitib qoldim. Bugungi kiyimingizda siz ajoyib va yanada jozibaliroq ko'rinasiz. Bu eng saxiy maqtash ediki, qiz uyatdan qizarib ketdi. Shunda kollej shunday dedi: "Uyalmang, men buni shunchaki sizning tanlovingizni ma'qullash uchun aytdim. Endi esa tinish nuqtalariga diqqatliroq bo'lib qo'yishingizni iltimos qilar edim." Uning metodi juda zo'r edi. Bizga har qachon noxush gaplarni maqtovdan eshitish yoqadi. Bu kompaniyasi firmasining boshqaruvchisi Tow shunday deydi: "Bizning firma Filadelfiyada katta ma'muriy bino qurish buyurtmasini olgan edi. Hamma ish yaxshi rejaga ko'ra borardi. Bino qariyb bitgan edi. Shunda ta'minotchilardan biri fasad uchun bronzali ornamentlarni o'z vaqtida yetkiza olmasligini ma'lum qildi. Bu narsa qancha moddiy zarar yetkazish to'g'risida bir necha marta telefon qilsak ham natija bo'lmadi. Shunda men Nyu-Yorkka jo'nadim. Ta'minotchi firma prezidenti huzuriga kirar ekanman. Unga dedim: "Bilasizmi, sizning familiyangiz Bruklinda yagona ekan." Prezident bilmasligini aytdi. Men unga telefonlar kitobi orqali bilganimni aytganimda, u ham kitobni ko'rib bunga ishonch hosil qildi. Natijada u o'zining kelib chiqishi, oilasi haqida gapirib ketdi. U tugatgach, men unga firmasi shu sohada yetakchi ekanligini, mahsulotlari esa oliy sifatli ekanligini aytib maqtadim. Men bu sohaga erishish uchun umrimni bag'ishladim, dedi u va meni fabrikasini ko'rib chiqishga taklif etdi. Ko'rish payti men ishni tashkil etish yuqori darajada ekanligini, mashinalarning zo'rligini aytib o'tdim. Shunda prezident ba'zi mashinalar uning ijod mahsuli ekanini, mashinalar ish prinsiplarini tushuntira ketdi. Ko'rish shu bilan tugadiki, u meni o'z uyiga tushlikka taklif etdi. Men shunda ham kelishimning sababiga o'tmadim. Uydagi tushlikdan so'ng prezident shunday dedi: "Endi ishga o'tamiz. Men sizning tashrifingiz maqsadini bilaman, lekin uchrashuvimiz bu qadar yoqimli bo'ladi deb o'ylamagan edim. Siz Filadelfiyaga qaytishingiz mumkin. Sizga va'da beramanki, boshqa ishlarni to'xtatib bo'lsa ham sizning buyurtmangizni vaqtida yetkazib beramiz. Unutmang, kishining noroziligini uyg'otmay, uni xafa qilmay, o'zgartirishning qoidasi suhbatni maqtov bilan, o'sha kishining qadr-qimmatini tan olish bilan boshlang."
matnni